Assalomu alaykum, xayrli kech hammalarga. Sartovoy geralar so'raganlar uchun mana hozirgi kunda boshqa joyga ko'chganim sababli juda ham gullarga qarashga vaqtim bo'lmayotganligi sababli mana hamma sartovoy geralarimni kesib tashladim. Xohlasanglar cherenka holida sotib olishinglar mumkin. Cherenkalar 20 ming so'mdan to 100 minggacha bor, lekin iloji boricha skidka qilib berishga harakat qilaman. Hammasi sartovoy, oddiysi yo'q ichida. Hammasi mana shunaqangi nima qilib qo'yilgan. Hozir kesib chiqdim hammasini. Birma-bir nima sortlar borligini sotuvda ko'rsatib o'taman. Xo'sh, mana Vdохновение sorti. Kim olmoqchi bo'lsa, mana 3 ta srez bor, baquvvat juda ham. Kim olmoqchi bo'lsa, har bitta olgan odamga kamida 3 tadan srez olinishi kerak. Undan kamini jo'natmayman, pochtadan ham, dastavka ham qilmayman. Eng kami 3 ta srez bo'lishi kerak. Vdохновение sorti juda ham baquvvat, mana tollar hamma narsasi baquvvat. Har bitta o'sha olgan insonga qanaqa qilib ko'paytirishi, ildizlatishi albatta o'rgataman. Xo'p, birinchi sortimiz Vdохновение. Keyingi sortimiz Xo'p, Tamarseldan kichkina ko'chatdan 2 ta cherenka mana vaqtida qarolmaganim uchun mana shunaqa bo'ylari uzun bo'lib o'sib ketdi. Shuning uchun ham kesib tashladim. Hamma matichniklarimni hammasini hozir hovliga ko'chganim sababli hovliga ekib yuboraman. Bularni sotib yuboraman, sotilganicha va sotuvdan qolganini hammasini o'zim elzottirib ko'paytirishga qo'yaman. Mana bu Tamarsel sorti. Keyingisi Sakura sorti. Bundan ham hop 4 ta cherenok bor ekan. Mana hech qaysisi kichkina emas cherenoklar. Mana kamida mana cherenokka asosiy razmeri shundoq. Mana asosiy razmeri mana 15 cm bo'lsa, eng kichkinasi mana 8 cm ekan. Sakura sorti. Keyingi sortimiz Zvezda Vodolea. Juda ham chiroyli sort. Mana undan 2 ta kichkina pishgan shox va bitta katta shox bor. Mana bundan ham 3 ta srez bor. Zvezda Vodolea. Sog'lom, hech qanaqa muammosi yo'q. Mana shunaqa chiroyli zo'r o'sib turgan sortlar hammasi. Faqat vaqtida qarashga vaqtim bo'lmayotgani uchun hammasini kesib yoshartirishga qo'ydim. Xo'p, Zvezda Vodolea sorti 3 ta srez bor. Keyingi sorti Urugvay. Imperatrica Urugvay sorti. Bundan 4 ta srez bor. Mana kichkina emas, kattalar 10 cm dan 15 cm liklari ham bor. Bittagina mana shu kichkina nimjoni bor. Imperatrica Urugvay sorti juda ham chiroyli, barglari ham o'zgacha, mana yaltirab turadigan sort. O'zimda ochilgan, ko'rganman aniq, gullari chiroyli sort. Xo'p, keyingi sortim La Ostra sorti. Buni ham ochilganini qo'yganman, ko'rgansizlar. Bundan 3 ta srez bor ekan, mana La Ostra. Mana barglari noziyroq bo'lib o'sadi o'zi mana. La Ostra. Keyingi sortim, xo'p, mana hammasini iloji boricha adashtirmasdan yozib mana shunaqa sko'chlab chiqdim. Eva Royalty. Pushti. O'zimda ochilmagan, lekin sortlarim inshaalloh hammasi tuvida yozib aniq yozib qo'yilgan sortlar. 4 ta srez bor ekan bundan. Shunda ham eng kichkinasi bir 10 cm ekan, qolganlari 15 cm atrofida. Mana bu. Keyingi sortim yana Tamarsel. Mana Tamarselda bu ona matichnikni kesdim. Juda ham baquvvat, mana katta 20 cm liklari ham bor ichida. Har xil, mana Tamarsel. Ikkinchi ko'chat, mana juda ham baquvvat, chiroyli, zo'r o'sgan. Xo'sh, keyingisi Tsarskaya nevesta degan sort.
oq atirgul bo'lib ochiladigan sort. Juda ham chiroyli. To'liq ochilib ketmaydi, g'unchaga o'xshab turadi. Mana Tsarskaya nevesta. Bundan ham 4 ta srez bor mana. Xohlovchilar uchun. Xo'p. Gulini cho'mayotgan ot bo'yicha topa olmaydiganlarga bemalol nimadan maqsanglar bo'ladi. Internetdan qarab topsanglar bo'ladi. Dynasty Daji sorti. Mana Dynasty Daji o'zi ancha-muncha bargidan ham farqlab olsanglar bo'ladi mana. Kalta, zich, mana bunaqa nimasi bor, chorniy petnosi bor. Mana shunaqangi kalta bo'g'imli sort bitta bargilanib qopti. Mana shu Dynasty Daji juda ham shakli chiroyli bo'lgan sort. Hamma sortlarni bemalol internetdan qanaqa ochilishini ko'rsanglar bo'ladi mana. Xo'p, keyingisi mana shuncha juda ham baquvvat, juda ham zo'r o'sgan. Mana hammasi xo'p 1 2 3 4 5 6 7 hamma bilan 8 ta mana 8 ta srez Simpraline sortim mana. G'unchalab turgan joyda kesib tashladim. Katta g'unchalarni ham olib tashladim. Mana Simpraline juda ham chiroyli, juda ham yaxshi novinka sortlardan bu. Keyingisi xo'sh. Bu srezim noma'lum ekan. Tuvidan otini topa olmadim. Shuning uchun noma'lum deb yozib qo'ydim mana. Noma'lum sortda noma'lum deb yozib qo'ydim mana. No sartavoy. Aniq sartavoy, shuning uchun mana. Keyingisi Korolevskiy shipovnik degan sortim. Bu ham novinka sortlardan oxirgi yilda mana shu o'zim kuzda olgan variantim. Korolevskiy shipovnik sorti. Katta yirik, juda ham chiroyli ochiladi. 2 dona srez bor bundan mana. 2 dona. Xo'sh, keyingi sortim Carfagen degan sort. Bundan 2 ta srez bor yo'q, mana 2 dona. Juda chiroyli, oranjli atirgul bo'lib ochiladigan sortlardan 2 dona mana bor. Mana bu hadyaga berib yuboraman. Buni ham kesib bo'lganimdan keyin sortini yo'qotib qo'ydim. Mana juda ham baquvvat, juda ham katta o'sgan. Qatidan kesish kerak, qanaqa qilib chirinka qilish kerak, qanaqa qilib ildiz ochish kerak, hammasini o'rgataman xudo xolasa. Mana hozircha sotuvda bor sortlarim mana shular. Srez faqat ko'chatlarni, mayda ko'chatlarni, ona ko'chatlarni hammasini yerga ekib yubordim. Xudo xolasa yozda ochilishini, hammasini o'sish jarayonlarini ko'rsatib boraman. Kimga qiziq bo'lsa, srezlar o'zim harakat qilaman, o'zim ko'paytirib ko'raman, o'zim o'stirib ko'raman, o'zim shunga qiziqaman deydiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Instagramda ham Osiyo gullari Telegram kanalim bor, chat bor, bemalol murojaat qilib so'rashinglar mumkin. Faqatgina shu 3 tadan kam bo'lgan srezni zakazni qabul qilmayman. Narxlari o'ziga qarab, sortiga qarab belgilanadi. Otini, sortini so'rasanglar, shunga qarab men srez jo'natishim mumkin sizlarga. Iloji boricha 3 kun ichida, 3 kungacha kutaman. 3 kundan keyin men bularni hammasini o'zim chirinka qilib, hammasini o'zini qoidasini qilib ildizlatishga qo'yib yuboraman. O'sha ildizlagandan keyin sotmayman. Shuning uchun qiziqqanlar bemalol lichkaga yozinglar, murojaat qilinglar. Telegramimiz bor. Telegramda ham nomerlarim ochiq. Bemalol lotin harfida Osiyo gullari deb yozsanglar, bilmaganlar uchun chiqadi bemalol Telegramda. Telegram orqali ham murojaat qilib yoki telefon nomerlarimni ham qoldirganman. Hamma joyda telefonlarim bor. Telefonlarim ochiq. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammangizga kuninglar xayrli bo'lsin.